Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi to'g'ridan-to'g'ri videolarimizni boshladik. Kim onlayn aloqada bo'lsa, albatta chiqinglar. Biz o'zaro fikr almashib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qishloq xo'jaligidagi yangiliklar, kuz-qish oylarida qiladigan ishlar mavzusida ko'pdan ko'p video ko'rsatuvlarni olib boryapmiz. Albatta sizlar aktiv bo'linglar. Bunga yaxshiroq qiziqib e'tibor berishga harakat qilinglar, iltimos. Biz videolarimizni kuzatib boringlar. Albatta o'zlaringga manfaatli bo'ladi, yaxshi tomonlarini, kerakli maslahatlarni olasizlar degan umiddaman. Aloqada bo'linglar. Ishtirokchilar marhamat, aloqaga chiqishlaring mumkin. Men taklif qilaman do'stlarni. Kim onlayn bo'lib turgan bo'lsa, agar bo'layotgan bo'lsa, albatta chiqinglar. To'g'ridan-to'g'ri aloqaga. Marhamat. Davronbek aloqaga chiqing. Assalomu alaykum. Davronbek aloqaga chiqing. Mana shu sizlarga ko'rinib turgan joyimiz bo'yi bir 60 metr bor. Eniga hozir mana ko'raman, ko'raman. olti yarim metr, 7 metrga yaqin, 6 metr ham deylik. 6 metrcha eniga joy, bo'yi 60 metr. Mana shu joy hozir menga hozir sizlarga to'liqroq ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu keraksiz bo'lib yotibdi. Mana shu yerga biz kecha Oltiariqda mana shunday uzum ustullarini olib keldik. Betondan qilingan, ichiga armatura qo'yilgan beton ustunlar bor. Mana shu ustunlarni mana shu yerga joylashtirib 50 ta. Mana shu yerga joylashtirib uzum ishqon qilmoqchiman. Ya'ni valish, takana valish, Oltiariq forma takana valish qilmoqchiman. Sizlarda xabarlaring bor. Meni oldingi valishlarim 4 metr, 4,5 metr balandlikda edi. Yaxshi bo'ladi uzum, lekin yomon tomonlari ham bor. Ko'proq qushlar zarar keltiradi. Keyin agrotexnik ishlovlarni berish sal qiyinlashadi. Baland bo'lganligi uchun chiqib tushish. Shunaqa ishlari bor. Shuning uchun men hozir takana valishni ehtiyoj bo'lib qoldi. Ham joy ham bor, ham material ham bor. Juda ko'p eski turbalarim bor, ishlab chiqargan turbalar. O'sha turbalardan foydalanib, simlar orqali simlardan foydalanib, mana shu yerga chiroyli bir takana valish qilmoqchiman o'zim. Bu borada ko'p mutaxassis o'sha Oltiariq valishlarini qilib yurgan usta Hoji akamizni taklif qilganman. Albatta u ham keladi, hali gaplashib qo'yganmiz. U kelib o'zini maslahatlarini, o'zini shu uslublarini ko'rsatib beradi. O'shanga qarab turib chiroyli bir valish qilamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Uzumlarim tayyor. Mana uzumlar mana e'tibor beringlar. Mana shu uzumlar tayyor uzumlar. Mana shu qator to'la uzum tayyor valishga chiqaman deb turibdi yerda yotibdi. Valishga o'sha uzum ishqomga chiqaman deb tayyor bo'lib turibdi. Shularni xudo xolasa chiqarib har bir joydan unumli foydalangan holda
keyingi yilga hosil olishni harakatidamiz. Asosiy maqsadimiz ham shu. Shuning uchun mana shu ishlarni Xudo xolasa amalga oshiramiz. Bu yerda hozir tozalash ishlari bor. Sababi 1-2 yil qurilish bo'ldi. Qaroz qolib ketdi, qaralmadim. Shu bilan shuni ancha yomon bo'lib ketdi. Begona o'tlar o'sdi, boshqaligi qurilish materiallaridan chiqqan atxotlarni chetga qo'yib qo'ydim. Shu bilan mana shu ancha yomon ahvolga kelib qoldi. Shuning uchun ham bitta ozgina ishlari bor, buni bir-ikki usta bolalarga aytib qo'ydim. Kelib mana shu yordamlashib, tozalab, chiroyli qilib o'sha valishga tayyor qilib qo'yilsa, joyida tayyorlab qo'yilsa. Xudo xolasa mana shu yerda bir yaxshi uzum bog' hosil bo'ladi. Ya'ni takana 2 metrlik, hozir mutaxassislar bilan gaplashganimda 2 metr bo'ladi. Uzumni mevasi, voshi boshga tegar tegmas bo'lish kerak. Nimaga qo'lni ko'tarib bemalol barglarini, ham tagini, kesish ishlarini va hokazo barcha ishlarni o'sha pastda turib yerda yurgan holatda qilishga mo'ljallab o'sha formada, o'sha razmerda qilmoqchimiz. Albatta bizni videolarimizni kuzatib boringlar. Zerikarli bo'lmaydi degan umiddaman. Albatta qiziqasizlar. Juda ko'p joylar bekor yotgan joylarni ko'rib qolaman. Albatta shetlardan foydalanish kerak. Mana shu sizlarga shu narsani aytamanki, shu narsani ko'rsatamanki, haqiqatdan ham mana shu yerda mana hozir eslab qolasizlar, ko'rib qolasizlar. Mana shu yerda mana endi tashlandiqroq hozirgi holatda men aytaman, tashlandiqroq deylik. Tashlandiqroq joydan qanday bog' barpo qilish, qanday qilib bog' barpo qilish, ya'ni uzum yalishini barpo qilish va undan qanchalik hosil olish va qancha daromad topishdi. Albatta sizlarga buni amaliy jihatdan, ham nazariyasi bilan, ham amaliyotda albatta ko'rsatib sizlarga men shuni isbotlamoqchiman. Bu qo'limdan keladi deb o'ylayman, sababi oldindan meni harakatlarim bo'lgan edi. Nimagaki mana shu qatorga, mana shu daraxtlarning qatoriga bilmayman bir 50 taga yaqin uzum ekib qo'yganman. Uzumlar o'sib, qarovsiz u yoqqa bu yoqqa shoxlari bilan novdasi pishgan holatda yotibdi. Qarovsiz deyiladi buni. Endi shu uzumni valish bo'lgandan keyin albatta ular chiqadi-da, tagi ildizi qo'zg'almaydi. Shu muqim yashab turgan joyi. Keyin birdaniga ko'tarilib, birdaniga yoyilib, valishni Xudo xolasa egallab, barcha joyidan hosil olishga harakat qilamiz. Buni sizlarga juda qiziqarli, yaxshi bog' bo'ladi. Albatta bizni bu harakatlarimiz sizlarga qandaydir g'ayrat beradi. Zamonaviy aytganda motivatsiya beradi deylik. Motivatsiya beriladi. Shundan odam ruhlanib, o'shandan g'ayrat topib, o'shandan ko'rib, o'rganib, zora o'sha ko'pchilik shu obunachilarimiz mana shunday ishlarni amalga oshirsa men xursand bo'lardim. Barcha shu ma'lumotlar, bilmagan narsalarni so'ranglar. Men har qachon ham vaqtimni topib albatta sizlar bilan muloqotda bo'laman. Albatta o'zimni nasihatlarimni tajribalarimni o'rtoqlashaman, ko'rsataman, o'rgataman. Shuning uchun doimiy bizni tomorqachilik kanalimizni ishqiboz bo'linglar, kuzatib boringlar. Juda ko'pchilik tomorqachilik kanalini kuzatar ekanda obuna bo'lmaydi ekan. Obuna bo'lsalaring, o'sha bizni barcha videolarimiz birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi. Va o'shani ko'rasizlar va do'stlarga tarqatsalaring, u hech qanday bir sizlardan mablag' pul olmaydi. O'sha siz to'lagan megabaytingizni hisobidan ketadi xolos. Videoni ko'rsangiz, like'da umuman hech qanday zarari yo'q. Naborot nima deydi? Butun o'sha sizning kontaktingizdagi, atrofingizdagi barchalarga baravarga tarqab ketadi. Shuning uchun shunda mana shunday videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar, birinchilardan bo'lib
Shunga endi agar sizlarda ichlaringda shu bog' yetishtirishda, bog' barpo qilishda, aynan uzum bog'larni barpo qilishdagi tajribalarga ega bo'lgan insonlar bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. Hali men endi qilmoqchiman, nazariyam bor, hali amaliyotda qilganim yo'q. Men balat va ishlarda uzum olib yurgan odamman. Lekin agrotexnikasini oziqlantirish, kesish, barkamta hammasini bilaman, lekin takana valish, ya'ni oltari forma valishlarda uzum yetishtirishda unchalik ham tajribam yo'q. Shuning uchun agar biladigan do'stlar bo'lsa, biladigan o'sha o'rtoqlar bo'lsa, albatta o'zlaringizning tavsiyalaringizni beringlar. Men shu tavsiyalarga qarab turib, menda ham qandaydir bir yangi g'oya, yangi innovatsiyalar, yangi uslublar paydo bo'lib qolishi mumkin. Foydalansam juda ham yaxshi bo'ladi. Albatta bir-birimizga doimiy yordamimiz, foydamiz tegib yuradi degan umiddaman. Mana shu yerda hozir 6,5 metr. 6 metr ham deylik, 6 metrga 6 tara 6 36. Demak, 3,5 sotik yerda uzum valish qilamiz. Shu uzumda asosan buni navi kelin barmoq, oq tar deydi. Uzun 3-4 santimetrgacha, hatto gurgut quti baravarli bo'ladi uzunligi. Shu uzumda o'zi aslida shu uzumni yaxshi ko'raman. Sababi kasallikka o'rtacha chidamli. Tez kasal bo'lib qolmaydi. Keyin sir hosil, keyin har qanaqa joyda o'zini hurmati bor. Ya'ni chiroyliligi, mazzaligi, saqlanishi, sotilishi, mana shularni hamma shu barcha tomonlarini hisobga olganda men mana shu uzumga juda ishqim bilan yaxshi ko'raman. Bu Rizamat uzumlar bor, to'g'ri. Rizamat ota deydi. Rizamat ota Musa Muhammedov. Bunaqa uzumlar bor. Hozirgi yangi avatar uzumlar, yana boshqa Yevropadan kelgan uzum navlari bor. Ular agrotexnikasi hali bizga moslashib, ko'nikib, yaxshilab hosildorliklarni kuzataylik, ko'raylik. Agar juda zo'r bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa yoniga yana qo'shib o'sha navlardan ham boqsak bo'laveradi. Lekin hozir naqini harakat qilaveraylik. Hozir men bo'g'ja Tomarqandda, hozir men bu yog'ini ko'rsatayman sizlarga. O'ta Tomarqandda bodomlarning tagiga 50 tub mana shu bosh barmoqdek mana shunaqa yirik barmog'imdaqa ko'chatlar tayyor turibdi ekan. Tayyor. Bo'yi 3-4 metr. 4 metrgacha. O'shalarni shuni olib kelib ko'chirgan zahotim shu 20 metr yurib kelib, ekib turib suvni quyib ishlovini berib olsam, bitta qanday rivojlanib turgan bo'lsa, xuddi shunaqa rivojlanib ketaveradi. Naburot o'sha ildizlari yanada ildiz otib, kengayib, o'sha hozirgi yashab turgan joydan ham yaxshi rivojlanib ketadi. Shuning uchun ko'chatlarni hozir kuzda ekish kerak. Men bu borada aytib o'tmoqchi edim. Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, barcha mevali ko'chatlar va mevasiz dekorativ deydi, manzarali daraxtlarni hozir ekish kerak. Qachon ekib bo'lmaydi? Kuz, qish oylarida bemalol ekaverasiz. Qachon ekib bo'lmaydi? Bitta yagona savol va yagona javob. Agar havo ko'chirib to olib borib 2 kuningizgacha bo'lgan masofada, vaqt ichida, masalan 10 minut ketadimi, 1 hafta o'tadimi, 1 kun o'tadimi, ko'chirishdan to ekib joyiga ekib qo'yingizgacha havo 0 gradusga tushmasa bo'ldi. Buni e'tiborga olinglar. Mana shu gapimni diqqat bilan e'tiborga olinglar. Sababi hozir men sizlarga mana bitta mana bu ko'chatda sov urdi mana. Halak o'ldi. Bu 1 yillik. Lekin shuni ildiz misolida sizlarga tushuntiraman. Hop faraz qilaylik, mana shu qo'limdagi uzum ko'chati yoki olma ko'chat yoki shoftoli ko'chat yoki boshqa ko'chatlar. Qanaqa ko'chat bo'lishidan qat'iy nazar. Biz o'sha
muqim yashab turgan, ya'ni o'sha yerdan unib chiqib voyaga mana shu ko'chiradigan holatga yetgunimizcha, masalan 1 yil o'tadimi, 2 yil o'tadi. Mana uzum ko'chatlarimiz hozir 2 yillik uzum ko'chat. 2 yil yashagan o'sha yerda. O'sha yerga moslashib qoldi. Lekin u yerda joy emas. Biz boshqa joyga ekishimiz kerak. Shunda ko'chirib to borib ekkunimizcha bo'lgan vaqtda havo 0 gradusga tushmasi kerak. 0 va undan past bo'lsa, 0, -1 va hokazo. 0 gradusdan past tushadigan bo'lsa, aziz do'stlar, e'tibor beringlar. Mana shu ko'pchilik qo'rqadi mana shu kuzda yoki qishda mevani ko'chirib o'tkazishga. Ha deydi, bahorda ekaman. Men bahorda hozir so'lib qoladi, hozir qurib qoladi. Bu bekor gap. Agar havo 0 gradusda bo'lmasa, 3 +3 +5 +10 +15, hozir masalan 10 gradus. 10 gradusdan ham yuqoriroq, ha? Endi o'sha kechalari soat kechalari ozon vaqti +3 +5 bo'lyapti. 0 ga tushmayapti. Endi mana kunduzi hozirgi momentda mana obeddan keyin ko'chirib ekilyapti. Havo sovuq emas. Mana shu ildizni ichidagi suv havo sovuq bo'lsa, ildiz ichida ham suv bo'ladi. Ildiz ichidagi suv yaxlab qolsa, havo sovuq bo'lsa, minus bo'lsa, ya'ni 0 gradus bo'lsa yoki -1, -2, -5, -10 bo'lsa, havo minus darajada bo'lsa, ichidagi suv ham o'sha zahoti muzlaydi. Endi muzladimi? Bu hujayrani ichidagi suv muzlayapti. Hujayrani ichidagi suv muzlasa, hujayra o'ladi. Ya'ni o'sha ichidagi organoidlari bor, yadro va hokazo va hokazo. Umuman hujayra o'ladi va ko'karmay qoladi. Bitta shu holat bor xolos. Shu holatda shu minus gradusda ko'chirmasangiz bo'ldi. U qishda ko'chirasizmi? Ham kuzda ko'chirib ekasizmi? Havo iliq bo'lsa, zudlik bilan eking. Nima deydi? Kuz va qish oylarida, shu iliq qish deganimda issiq qishda etyapman. Issiq qish davomida ekilgan ko'chatlar 150%. O'zi 100% men qo'shib etyapman. 150% ko'karadi. Demak, bitta xato bo'lmasdan ko'karadi. Lekin erta bahor eksanizchi, erta bahor u uyg'onishga harakat qiladi. Siz ko'chirasiz, uni bezovta qilib olib borib boshqa joyga ekasiz. Ana bu holatda 30% yo'qoladi. Ko'karish qobiliyati 70 ga tushadi. 70%, masalan, har 10 ta ko'chatdan 7 tasi ko'karadi, 3 tasi quriydi. Endi bu yana kechkisachi, yomg'ir yog'ib ketdi, yer loy ichiga kira olmayman, ekalmayman va hokazo radikasallar bilan yana vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, fevral, mart oxiri, aprellarga o'tib, aprel bir xillari mayga ham borib, men ko'chat ekishim kerak edi, eka olmadim, yerim qolib ketdi, loy bo'lib ketdi va hokazo radikasiya qiladi. Unda 30% ko'karib 70% o'ladi. Ya'ni har 10 ta ko'chatdan 7 tasi o'ladi-da, 3 donasi ko'karadi. Tobora shunaqa. Shuning uchun ham men sizlarga aniq ma'lumotlarni aytyapman. Men ko'chatni asosan kuzda ekaman. Kuzda ko'chirib ekaman. Mana shu kuz qishda ko'raman. Mana hali mana noyabr ham issiq kelyapti. Havo issiq bo'ladi deyapti. Ko'chib o'rnashib qolsa bo'ldi. Ildiz tuproq tagiga kirib, bitta suv ichib, o'sha bir chelak, ikki chelak suv quyib turib ekiladi. O'shanaqa bo'lib qolsa bo'ldi. Palagini shat yetkazib uzun bo'ladigan bo'lsa, palagini yotqizib turib, ustiga turpoq tortib qo'ying. Hech narsa bo'lmaydi. Erta bahor vaqtli palagini ko'tarib olasiz, ildiz joyida zo'r bo'lib, bexato hech narsa ko'rmaganday, talofat ko'rmaganday ko'karib ketaveradi. Shularni albatta inobatga olamiz. Mana shu holatlarni men uzunlik ko'chirib kuz oylarida. Endi hozir mana bu yerda qandaydir ishlar, bu to'staqalon ishlar bo'ladi deb men uzunlik ko'chirmayapman. Mana bu yerda nimagaki, hozir ko'chirib ekib qo'yadigan bo'lsam bu yerga hali tayyor emas. Joyim tayyor emas. Ko'chirib ekib qo'yadigan bo'lsam mana shu yerga. Mana shu yerga qatorda hozir usul bor, qatorda mana qatorga ekmoqchi. Qatorga bir 25-30 tub
ketar ekan. Lekin bunga men hozir shoshmayotganim sababi ertaga bitta mana bunaqa bir to'staqolon ishlar, bu yoqqa ko'chirib, bu yoqda ko'la, mana bunaqa ustunlarimizni, bu ustunlarni olib keldim mana. Oltaridan olib keldim, uzumga qo'yiladigan ustunlar, o armaturalari bor. Bularni ko'mish ishlarida uzumni bezovta qilib qo'yaman. Shuning uchun ham men shu narsaga sal nima qilib turibman. Tezlik bilan shu xudo xolasa shu bir hafta 10 kun ichida tezlik bilan yig'ishtirib olamizda. Yo'q, satraka qilib mana bu butalarni otishgan narsalarni kesib yig'ishtirib olgandan keyin, tozalagandan keyin usullarni qo'yib ekib, tezlik bilan uzumni ko'chirib ekaman joyiga, qayerga o'sha mutaxassis aytgan joyiga ekamizda, xudo xolasa. Undan keyingi parvarishlarni albatta yoritib boramiz. Meni tomorqachilik kanalimda, do'stlar, tomorqachilik kanalimda ishtirok etib quloq solib turibsizlar mana. Qahramonjon o'rtog'im bor. Davronbek kasbdosh o'rtoqlarim bor. Yana bir necha o'rtoqlar aloqaga chiqdi. Hozir eshitib turibdi meni gapimni. Lekin to'g'ridan to'g'ri vizitkat nimaga chiqmadi. Aloqaga chiqmadi, lekin eshitib turibdi. Bu o'rtoqlarimga hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Albatta do'stlarga ulashib qo'yasizlar videolarimizni. Tomorqachilik kanalida mana shu videolarni tarqatib yuboringlar. Bir-birimizga mana shunday manfaatli, foydalarimiz tegsa xursand bo'lardik. Sog'lik, salomatlik tilayman. Videoni doim kuzatib boringlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Sog' bo'linglar. Xayr.